Assalomu alaykum, qadrli YouTube kuzatuvchilari, biologiya ixlosmandlari, qadrli talabalar, abituriyentlar. Sizlar bilan biologiya darsligi bo'yicha mavzular bayonini davom etamiz va endi 6-sinf darsligi bo'yicha darsliklar bayonini ko'rib o'tamiz. Biz boshlaymiz. 6-sinf bo'yicha darslar kirish mavzusi bo'yicha gaplashib ketadigan bo'lsak, sizlar bilan 6-sinfda biz biologiyaning bitta shoxobchasi hisoblangan botanika bo'yicha gaplashib ketamiz. Hop, botanika o'zi qanday fan? Botanika so'zining ma'nosi demak ko'kat, o't, o'simlik degan ma'noni bildiradi. Botanika so'zidan olingan bo'lib, botanika bu o'simliklar dunyosini, ularning tashqi ichki va tuzilishini, hayotiy jarayonlarini, inson hayotidagi va tabiatdagi ahamiyatini o'rganadigan bo'limi botanika bo'limi hisoblanadi. Ya'ni bitta so'z bilan aytadigan bo'lsak, florani o'rganadigan bo'lim bu botanika bo'limi hisoblanadi. Botanika bo'limi ham juda ham keng qamrovli bo'limlardan hisoblanadi, alohida shakllangan. Yer yuzasida o'zi o'simliklar dunyosi uchramaydigan joy juda ham kam. Yer yuzasining hamma qismini o'simliklar dunyosini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Tabiiy holda o'sadigan yuksak o'simliklarni yer yuzasida 500 mingga yaqin turlari keng tarqalgan bo'lib, ulardan 8 mingtasi O'rta Osiyo hududida, 4500 tasi esa O'zbekiston hududida tarqalgani hisoblanadi. Botanika bo'limi biologiyaning bitta shoxobchasi bo'lgani bilan juda ham keng qamrovli fan hisoblanadi. Botanika fanining ham o'zini shoxobchalari mavjud hisoblanadi. Masalan, morfologiya bo'limini oladigan bo'lsak, bu o'simliklarning tashqi ko'rinishini o'rganadigan bo'lim hisoblanadi. Anatomiya esa bu o'simliklarning ichki dunyosini o'rganadigan bo'lim hisoblanadi. Yoki embriologiyani oladigan bo'lsak, bu o'simliklarning murtak davridagi rivojlanish, ya'ni embrional rivojlanish davrini o'rganadigan bo'lim hisoblanadi. Yoki mana algologiya suvo'tlarni o'rganadi, lixinologiya lishaniklarni o'rganadi, yoki briologiya yo'sinlarni o'rganadigan fan hisoblanadi. Har bittasi alohida o'ziga xos xususiyatlari bilan tavsiflanadi. Endi biz o'simliklar bo'yicha, ularning tabiatdagi inson hayoti ahamiyati bo'yicha ko'rib ketadigan bo'lsak, o'simliklar dunyosi ham boshqa tirgaygarliklar singari demak hujayradan tashkil topgan bo'ladi. Hujayralar yig'indisi esa to'qimani hosil qiladi. Va biz 5-sinfda tanishganimizdek, o'simliklarda hosil qiluvchi, ajratuvchi, mexanik qoplovchi va shunga o'xshagan bir qancha turli xil vazifani bajaradigan to'qimalar yig'indisidan tashkil topgan bo'ladi. To'qimlar esa organlarni hosil qiladi. O'simliklarda ikki xil organ mavjud bo'lib, vegetativ va generativ organlardan tashkil topgan. Vegetativ so'zi ma'nosi demak o'sish, rivojlanish degan so'zdan olingan bo'lib, o'simliklarni demak o'sishi, rivojlanishini ta'minlaydigan organ hisoblanadi. Ularga ildiz, poya, barg kabilari misol keltirsak bo'ladi. Generativ so'zining ma'nosi esa tuzmoq, yaratmoq degan ma'noni bildiradi. Bu generativ organlarning asosiy vazifasi o'simliklarning ko'payishi va tarqalishiga yordam beradi. Yuksak o'simliklarning generativ organlariga gul, meva, urug', qubbalar, sporangiy, spora beruvchi boshoqlarni misol keltirsak bo'ladi. O'simliklarni dastlab tabiatdagi ahamiyatiga qisqacha to'xtalib ketadigan bo'lsak, o'simliklar tabiatda demak havoni tozalab berishda, kislorodni ta'minlash orqali konsumentlar uchun oziqa sifatida, ya'ni produsent sifatida ishtirok etadi. Tuproqni yemirilishi, eroziyadan saqlashi mumkin bo'ladi. Havoni turli radiatsiyalardan tozalash vazifasini bajarib beradi. Bundan tashqari suv almashinishi, gazlar almashinishini ham ta'minlab turish asosiy o'simliklarning vazifasiga kiradi. Endi inson hayotining ahamiyatiga to'xtalib ketadigan bo'lsak, insonlar o'simliklardan demak manzarali o'simlik sifatida, yem-xashak sifatida, dorivor sifatida yoki sanoatda qurilish sifatida ko'p maqsadlarda foydalanishi mumkin bo'ladi. Misol uchun, tabiatda shunaqa chiroyli o'simliklar bor, ulardan biz estetik zavq olish maqsadida foydalanamiz. Yoki bo'lmasam ba'zi o'simliklar bor, tabobatda foydalanamiz. Zubdurul, marmarak, namatak shunga o'xshagan o'simliklardan. Ba'zi bir yovvoyi o'simliklardan esa uy hayvonlari, chorva hayvonlari uchun oziqa sifatida foydalanamiz. Xususan, izeng, keruk, tereskin, sarsazan, shuvoq, bida, javdar kabi o'simliklar shular qatoriga kirib ketadi. Insonlar o'simliklardan ko'p maqsadda, turli maqsadda foydalanganligi uchun ularni soni insonlar tomonidan juda ham ko'p miqdorda qirib tashlanmoqda. Biz 5-sinfda bu mavzu bo'yicha ko'rib ketdik va o'simliklar dunyosini muhofaza qilish maqsadida turli xil qo'riqxonalar, buyurtmaxonalar, milliy bog'lar tashkil qilinmoqda. Bundan tashqari xalqaro va O'zbekiston bo'yicha qizil kitoblar tashkil qilinmoqda. Bu orqali o'simliklar dunyosini turli xil holatlardan, tabiiy omillardan, antropogen omillardan himoya qilinmoqda.
Endi o'simliklar dunyosini tarixi bo'yicha gaplashib ketadigan bo'lsak, o'simliklar dunyosini kelib chiqishi yoki bo'lmasam tabiatdagi roli, inson hayotidagi ahamiyati bo'yicha birinchi fikrlar demak Yunoniston olimi Teofrasga tegishli hisoblanadi. Teofras o'zining hayotiy jarayonlarida demak 400 ga yaqin o'simliklar turiga tavsif bergan. Markaziy Osiyo hududida ham bu soha bo'yicha juda ham katta olimlar ish olib borgan, xususan Abu Ali ibn Sino, Abraham Beruniy, Abu Nasr Farobiy, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi olimlar o'z asarlarida o'simliklar dunyosi, ularning qanday maqsad ishlatilishi, dorivor o'simliklar haqida ko'plab ma'lumotlarni yozib qoldirishgan. Hozirgi kunda ham botanika sohasi juda ham shu olimlar salmoqli hissalar qo'shishmoqda, xususan Muzaffarov, Karovin, Zokirov, O'ktam Pratov, Rusanov kabi olimlar mana shular qatoriga kirib ketadi. Demak, mana shu o'simliklarning asosiy xususiyatlari bo'ladi. Endi yer yuzasida 500 mingta o'simlik bo'ladigan bo'lsa, 500 mingta o'simlikdan eng ko'p tarqalgani bu albatta gulli o'simliklar hisoblanadi. Gulli o'simlikka tavsif beradigan bo'lsak, gulkosacha gultojdan tashkil topgan, changchi va urug'chaga ega bo'lgan, urug'langandan so'ng meva hosil qiluvchi o'simliklarimiz gulli o'simliklar deb ataladi. Gulli o'simliklarning yer yuzasida 533 oila, 13 ming turkum va 250 mingdan ortiq turi keng tarqalgan hisoblanadi. Xo'sh, gulli o'simliklar nima uchun odamlar tomonidan bunaqa ko'p o'rganilgan deyiladigan bo'lsa, o'simliklar gulli o'simliklarda insonni qiziqtiradigan juda ham ko'plab xususiyatlar mavjud hisoblanadi. Ular bo'yicha ko'rib ketadigan bo'lsak, masalan, Seyshel palmasini oladigan bo'lsak, yong'oqlarini Seyshel orollarida o'sadi, o'rtacha 10 yilda pishib yetiladi va mevasi 25 kilogramm kattalikgacha bo'lishi mumkin bo'ladi. Albatta bu qiziq hisoblanadi. Yoki Meksikada o'sadigan kaktuslarni oladigan bo'lsak, sersuv o'simlik hisoblanadi, tanasi 200 litrgacha suv saqlashi mumkin hisoblanadi. Yoki mana Kanal orollarida eng uzoq umr ko'radigan daraxtimiz bor, Ajdar daraxti deb ataladi. 6000 yilgacha umr ko'rishi mumkin hisoblanadi. Yoki Sumatrada o'sadigan rafleza gulni oladigan bo'lsak, parazit o'simlik diametri 1 metrgacha kattalikda bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa mana suv nilfarni oladigan bo'lsak, suv nilfarning guli suv yuzasida ochilib turadi, poyasi esa suv tagida bo'ladi. Mana shu xususiyatlar insonni o'ziga qiziqtirib, uni o'rganishga sabab bo'lmoqda. Hozirgi kunda odamlar gulli o'simlik turli xil maqsadlarda foydalanishmoqda. Xususan mana tabiatda ko'rik sifatida foydalanishmoqda. Qizillola, ko'zagul, sinnigul, jumagul, mana shular demak tabiatimiz ko'rki hisoblanadi. Insonlar zavq olish maqsadida foydalanadi. Yoki noyob mevali o'simliklar bor. Pista, safsan xurmosi, bodom kabilar mana shu noyob mevali o'simliklar hisoblanadi. Mana shu xususiyatlar hisobiga gulli o'simliklar yer yuzida juda ham katta o'rinni, hajmni egallaydi. Demak, gulli o'simliklarni bu xilma-xilligi turli xil ekologik muhitga moslanishini, genetik jihatdan, morfologik jihatdan moslashishini ta'minlab turadi. Demak, mana shu botanika bo'limining kirish qismi hisoblanadi. Demak, bizdan uzoqlashmang, keyingi mavzu bundan ham qiziqroq bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling.